Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurat Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldin qismda Xalmuratning chet elliklar bilan qilgan suhbatlari orqali ularning Uyg'urlarning mustaqillik harakatlariga va Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashlarini bilib o'tgan bo'ldik. Endi davomini o'qiymiz. Turkiyaga qancha qitim borganligim yodimda qolmabdi. Eng az bo'lgandimi 10 qitimdan ko'p borgan bo'lishim mumkin. Eng uzun turgan vaqtimda cho'ng qizimning tixi oyog'i chiqmagan vaqtlar edi. Ota-onam va qiyin ota-onalarim bilan billa har qadamimizda tarixni dastlab mangdigan shahar Istanbulda bir oy turgan edim. Shundaq əslimilər qalğan bu şəhərə və mən tilini heç qandaq til məktəbiga barmay turub, çala savadlıq bulub öyrənib alğan bu dövlətə bolğan muhabbetim çoğunqur idi. İnsanның muhabbeti onun özü bilən qançalik münasibətni his qila alishi bilan münasibət ikən. Hər qitim bu şəhərə gəlgənimdə, koçalarda mangınımda ata-anam bilan birlikdə aylanğan xatirlər göz aldımda zahir bulatdı. Xuddi qayerlardandir atamning paydo bo'lib, nimalarni dedikin tang? Choy ichib o'tirsam bir sikilib, uyur-muyur, urum-purum debla bir narsan deketdi. Voy tang, nima deyapsanki? Desan, chiroyim qarab qo'yib o'zining parangini qilaverdi ekan bu haq, deb kulib gap qilib ketishni opamning. Hey, telefonni paranglashib, yenimda qop-qora pagazlar birnim o'ltirdi. Nalik nimikin tang? Deb do'stiga deb berayotgan bo'lmasmi sizni? Deb kulib turib, chaqchaq qilib, otam bilan aytishni ko'z oldimga keltiratdim. Opash qizni qarang. Dubayga borganda aeroportda mehmonxonaga boradigan mashina topolmasak, yenimizga birsi kelib gap qilsa, hey, nim deyapsankin tang? Viyu yoki piyu bilamsan deb so'rab turibdi. U haq ya Xitoycha bilmasa, men qopib, hey, inglizcha yoki uyg'urcha bilamsan demamsiz desam, siz jim turing, mening gapimni tushunyotidi deb turvagan, deb masxira qilib opamning tishiga tekib qo'yatdi. Ular pensiya hayotini shundoq chaqchaqlashlar, sayohat qilishlar bilan o'tkazayotgan edi. Shundoq, Uyg'urlar shundoq qanoatchan, yashash mumkinchiligi bo'lsa-la parvosizlarcha yashab ketalaydi. Menmu shundoq oilada tug'ilgan, shundoq oilada cho'ng bo'lgan. Atam, opamning hech qanday siyosiy g'oyasi yo'q insonlar edi. Ular navrilarini ko'ralisa, men bilan yilda biror qitim ko'rishalisa, u yer bu yerlarga sayohatga chiqalisa qanoat qiladi. Uyg'urlarda davlatchilik ideyasi shakllanmagan. Uyg'ur ziyolilari Uyg'urlarning davlatchilik ideyasini shakllantirishga bek ko'p tirishchilik qilgan, deb analiz qiladi. Uyg'urlarning davlatchilik ideyasining paydo bo'lishi va taraqqiyoti haqida tadqiqot olib borgan chexiyalik insonshunos do'stim. Uning Qalam bilan kurash nomli ilmiy tadqiqot kitobini o'qigandan keyin Uyg'urlarning ideyasining va ruhiyatining cho'nqurlarini tushunishga boshlagandek qilatdim. Kitobning avtori bo'lgan uning bilan muңdishish orqali uning kitobida aks ettirilgan qarashlarining qanday kelganligi va uning tarixiy faktlari haqida analizlardan g'arbliklarning hissi tuyg'ulardan xoli holda ilib borilgan analizlarning men tasavvur qilgan Uyg'urlarcha tafakkur orasidagi ziddiyatining cho'nqurligini his qilgan edim. Uyg'ur tarixiga berishning muqaddas yo'llari, Uyg'ur millati, Uyg'urlar o'z tuprog'idagi notunishlar, Yevro Osiyoning o'tishma yo'li, Xinjiang Xitoyning musulmon chegarasi degan kitoblarni o'qib, shu kitoblarning avtorlari bilan muңdishib, ularning qarashlarini o'z og'zidan anglagandan keyin o'zimning Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston tarixi, Uyg'ur tarixidan umum bayon va Xinjiang yerlik tarixi deganda kitoblardan olgan tarixiy qarashlar orasidagi farqli qarashlar orasida yangicha tafakkurlarga ega bo'layotganligimni his qildim. Shundoq insonshunos va tarixshunos tadqiqotchilar bilan tanishdim. Ularning so'rovlarida ularning analizlarini anglashga muyassar bo'ldim. G'oni Stimberik, Vanessa Franwell, Ondrey Klimish, Magnus Fiskisyu, Riam Tum, Darren Bayler,
Bowick Gardner, Joe Smith Finley, Sean Roberts, Rebecca Gilotti, Patrick Helson, Gen Bonin, Jessica Wong, Paching Pon degandek Uyg'urshunos, Xitoyshunos va jamiyatshunos kishilar bilan bo'lgan suhbatlardan tafakkurimda o'zgarish bo'layotganligini his qilmoqda edim. Benedict Andersonning Tasavvur qilingan jamoatlar nomli kitobi mening tarixning va ta'birlarning nima uchun muhim va farqli ekanligini tushunishimga yordam qildi. Birər məsələyə kirişib alsam, onunğa münasibətlik uçurlarını toplashqa, onu tushunishga va shu tushunchalar asosida o'zimga manfaatlik nuqtalarni tepishqa kirishib qolgan xarakterim mening o'zimizni tushunishimga, yana men eng so'ygan Uyg'urlarni tushunishimga kirishib qilishimning bir sababi bo'lgan edi. Dәл shu sabablar tufayli garchi tadqiqotchi bo'lmasammu, ammo o'zimning izlangan savollarga javob tepish maqsadida kishilarni ziyorat qilishga boshlagan. Dәл shu sabab Turkiyaga va Uyg'urlar o'ltiraqlashgan boshqa davlatlarga safar qilishimning yana bir muhim sabablarining biri edi. Uyg'urlarning davlatchilik ideyasini, Uyg'urlar orasida umumlikqa ega ideologiyalarni va Uyg'urlarning nima uchun qarshilikni emas, balki sukutni tanlashning sabablarini bilishga bo'lgan intilish, Uyg'urlarni sukutni buzishga rag'batlantirish va Uyg'ur obrazini qurish, Uyg'urlarga o'rtaq nazar barpo qilish intilishi mening o'zimni tunish va men tava bo'lgan bu millatning insoniy g'urur va insoniy huquqlarini qo'lga keltirish yo'lida safar qilishimning harakatlantirguchi kuchi edi. Chunki mening va oilamning taqdiri mushu kimlik tavalligi sababli bu millatdan ayrilolmaydiganligi, millionlagan Uyg'urning jazo lagerlariga sulanganligi, ularning orasida mening eng suyimli kishilarimning bor ekanligi bilan tunib yetgan edim. Antaliyada kitobimni yozish uchun qilgan 10 kunlik ta'tilimdan keyinla Amerikalik diplomat do'stlarimning chaqirishi bilan Oslo shahriga qayta safar qilish nasib bo'ldi. Tog'lar orasidagi bu qadimiy shahar tarixdagi vikinglarning vahshiligi va hayvisidan mustasno holda kamtarlarcha tog'lar va dengiz orasida so'zilib yotmoqda. Uningda yuz bergan vaqaliklar va Uyg'urlarning musofirlik hayotidagi kashmishlari xuddi boshqa yerlardagi Uyg'urlarning kashmishlariga o'xshashla har biri bir kitob yozishga arziydigan mazmunlarga va ma'nolarga to'lgan edi. Bu shaharga eng oz 7 qatib kelgan edim. Balki bu yerdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatlar menga Uyg'urlarning musofirlik hayotini tunishimga ko'p sharoitlarni hozirlagan. Tushunchalarning shakllanishiga sabab bo'lgan edi. Shimoliy Yevropa uslubidagi yog'och uyning derazidan Norvegiya bilan Shotlandiyani bir-biridan suv orqali ayirib turgan Shimoliy dengizning quruqlikqa ishkirilib kirgan qismiga qarab hozirlangan erkinlik karvonining Osloga yetib kelgan vaqtlarini eslab o'tirib, kunupka taxtasi ustida barmoqlarimni o'ynatmoqdaman. Xolmurod ukam, bu yo'lda ma'an siri kishilarning sana ko'rsatilgan hurmati ishiyotidi. Bu hurmat degan yomon narsa. O'zingni yo'qotib qo'ysanglar, nishoningdan odishib qolasan. Mashina yo'lda manganda qiyib ketsa yoki teyilib ketsa, usta shoför rolni to'g'ri burab qo'ysalar, yo'lni davom qilaverdi. Ammo odam o'xshamaydi. Mashinami sen, rolni tutilgan shoförmi sen bo'lasan, dedi menga hayot mamatlik hamroh bo'lib yo'lga chiqqan akam. U oddiy qiyofatining orqadagi cho'nqur tafakkurlari va hayot tajribalarini safar jarayonida men bilan billa sehilarcha o'rtoqlashayotgan edi. Yigitlarga xos qizg'inlikdan, erlarga xos salmoqlikqa ko'chish bosqichidagi ishimda beshimga kelganlar va zulmga bo'lgan qarshilik harakatlarim orqali kishilarga tunilishga va ularning hurmatiga sazovor bo'lishga boshlagan edim. Aslida men loyiq bo'lmagan shundoq hurmat va inovatlardan beoram bo'latdim. Ularga xumor bo'lib qilishdan andisha qilatdim, hatto qo'rqatdim. Shu 2 yil jarayonida ko'rganlarim va shohid bo'lgan murakkab munosabatlar mening ishonchamni sustlashtirmoqda edi.
Özüm bo'lgan ishonchamni emas, balki kollektiv bir qarshilikning unumlik tashkillanishiga bo'lgan ishonchamni tuvallatgan edi. Sen oldida mang, biz sening orqangdan hayvat kirayli, deb kulishgacha chaqchaq aralash talaffuzda meni oldiga itardi aktiv harakat qilayotgan yosh bolalar. Amaliyotda shu yerlarda bo'lgan barliq faoliyatlarni shu yerlarda yashayotgan Uyg'urlar tashkillagan. Shular asosliq ishtirok qilib amillashtirgan edi. Men xuddi Simovuldek shundoq nurg'un kishilarning tirishchanligining natijasi yuklanadigan obrazdek bo'lib qolgan edim. Nijot oqshom taksi haydagan edi. Bugun erkinlik karvonining ishlarini o'rinlashtirib, bir kun aldirash bo'ldi. Bugun oqshom yana uxlamay taksi haydaydi. U adashqimi oson emas. Adash, hayot oson emas, deb tushuntirish berdi. Horg'in chiroy bo'lib qolgan men bilan qurdosh o'ruq yigitning inkosining ostilab qolganligini menga u yo'q yerda tushuntirib. Nimalar gap bo'lsa, so'zgishdan o'tkazmay taq-tuqqa qilib qo'yadigan bu paynakbosh Uyg'ur yigiti bilan chiqishib qolgan edim. Uning qo'pol gaplari orqasidagi muloyimlikni, cheki yo'q chaqchaqlari orqasidagi qarindoshlik hissiyotini ko'p odamlar tushunalishi notayin. Uning chaqchaqlaridan ko'p odamlar beorom bo'lishi, shu sababli uningdan bezor bo'lishi, hatto ularning ko'z oldidagi obrazi u munosib saviyada bo'lmasligi mumkin. Ammo uning hazil chaqchaqlaridan bezor bo'lsammi, uning fidokorligidan ta'sirlangan, uning do'stlik sadoqatiga ishongan edim. Biz Osloga kelgan kunning ertasi shahar markazidagi maydonda namoyish qildik. Oslodagi aktivlar loyihlagan tashviqot varaqalari, Norvegiya Uyg'ur komitetining, Dunyo Uyg'ur qurultiyining, hatto Solih Xudoyorning tashviq varaqlarini bostirib chiqargan namoyish ishtirokchilari tarqitishga boshladi. Men kishilarning qanday qarashda, qanday mazmunlarni tashviq qilishni o'zining harakatiga asos qilganligiga kirishib olmaydim. Mayli uning ideyasi qanday bo'lsin, uningmi o'ylagan yerlarining borligini, o'xshamagan sadolarning chiqishining amaliyotda bizning rangdorligimizga foydali ekanligiga ishondim. Chunki biz qancha rangdor bo'lsak, qancha ko'p qutublik bo'lsak, qancha ko'p qirliq bo'lsak, bizning mumkinchiligimiz shuncha oshadi, shuncha haslinadi. Shunlashqa eng o'ngchi yoki eng so'lchillarning fikrimi menga qat'iy yoqmasimi majburiy hurmat qilishga ko'nishim kerak. Eng konservativ yoki eng liberal ideyalardagi kishilarning o'y-xayollaridagi mutlaq to'qnashlar orasidami murassachi bo'lmasdan hurmat qilishga ko'nishim kerak edi. Ham shunday qilishga tirishatdim. Shunlashqimi kishilar mening qandaq bir ideyaga soyib ekanligimni ba'zida bilolmay, hatto mendan o'z tasavvurlarini chiqish qilib gumon qilib qoladi. Albatta, ba'zida biz ko'tirib, ilohiylashtirib olgan chet ellik ziyonlarmi shunda xatoliklardan mustasno emas ekan. Xolmurod Yahudi paris Xristian deb o'ylayman, chunki uning ziyoratida Yahudilarni va Isroiliyani ayblagan edim. Mening ziyoratimni texi chiqarmadi, deb kimlarnidir men yo'q so'rinda qoyil qilganmi bo'pti. Chatning mullisi Damullam, Uyg'urning mullisi Jamullam e'tiqodiy tafakkurining cho'nqur yerlariga singib ketgan Uyg'urcha tafakkur, butlashtirib olgan obrazlarning o'z tasavvuri orqali o'ylab olgan xiyollarini ifodalaganida, uni pokitlik isbotlangan yakunlardek tushunib, menga hurmatsizlik qilishini to'g'ri tushunishga tirishdim. Uyg'urdagi shundaq tafakkur shaklining bizning ichki birligimizni yotlarning osonla buzib, bizning tig' uchimizni yotdan o'zimizga qarata olishini tarixda qayta takrorlangan bo'lsa-mu, biz har qachon undaq tarixlardan o'zimizni yiroq o'ylab keldik. Milliy manfaatimiz, qarishimiz bo'lmaganligi uchun bizda undaq o'zimizni qo'g'dash sezgusi tuvan bo'lib keldi. Adash, Uyg'ur bo'lsangiz, Uyg'urning ishonchisini qo'lga keltirishingiz uchun videoga chiqib ikki og'iz Uyg'urcha so'zlab qo'ysangiz yetmamdi. 20 dan oshiq davlatga asosan o'z yanchug'ingizdan pul chiqarib, xalqning oldida chiroy sarg'aytmasingizmi? Men sizlar uchun o'lay deb tog'larda, toshlarda yurmasingizmi? Sizning qilgan ishlaringiz bir chetdalikning ikki og'iz gapi bilan nolga tang bo'lib ketaverdi. Dedim, shu ishdan xabar tepib, men bilan Uyg'urlar tarafidan butlashtirilgan ulug' haqida g'aybat qilish qilib telefon qilib hol so'ragan bir chetdalik do'stimga
Adaş, Uyg'ur bo'lsangiz, Uyg'urning ishonchisini qo'lga keltirishingiz uchun videoga chiqib, ikki og'iz Uyg'ur so'zlab qo'ysangiz yetmamdi. 20 dan oshiq davlatga asosan o'z yanchuqingizdan pul chiqarib berib, xalqning oldida chiroy sarg'aytmasingizmi? Men sizlar uchun o'lay deb tog'larda, toshlarda yursingizmi? Sizning qilgan ishlaringiz bir chet ellikning ikki og'iz gapi bilan nolga teng bo'lib ketaverdi. Dedim shu ishdan xabar tepib, men bilan Uyg'urlar tarafidan bo'tlashtirilgan ulug' haqida g'aybat qilishqili telefon qilib hol so'ragan bir chet ellik do'stimga. Shundoq, Uyg'urlar shundoq chet elliklarning gaplarini bekrak ilik oladi. Chunki biz ilmiy gap qilamiz-da. Ha 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 deb chaqchaq qildi do'stim mening kayfiyatimni ko'tarish uchun. Shundoq, bek ilmiy, bek insoniy ish qilasizlar. Bulupmu sizlar Yevropalıqlar shunda qilasizlar. Şuna Amerikadagi asli yerlik xalqni ilmiylik bilan jannatga yo'lga silib, insoniylikni bizga o'gitib, insoniyat tarixida shonliq batlarni yezib qoldirgan edingizlar. Nima degan bilan eng taraqqiy qilgan, eng ilg'or insonlar emasmi? Ha 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 deb ta'na qilib oldim chaqchaq bilan. Ammo hech qanday yomon g'araz, yot sirash yoki do'q qilish emas, balki do'stlarcha tushunish va insoniyatning mohiyatini kinoya qilish uchun xolos. Xolmurod, agar ashundoq gaplarni qilgan bir afrikalik kishi bo'lgan bo'lsa, yoki xristian biri bo'lgan bo'lsa, ular undoq bak ishnib ketmagan bo'ladi, dedi chaqchaqlardan keyin telefon liniyasining qarshi ushida turib men bilan qaqoqlab kulishib olgandan keyin. Uyg'urlarning o'zimi bilmagan irqchilik qarashlari haqida ko'p chaqchaqlarni qilishdik. O'zimizni o'zimiz tava to'plumlardan sug'urib ilib chiqib, shundoq gaplarni qilishatdik. Yana shu to'plumning orasiga cho'nqur cho'kib kirib, shu to'plumning nuqsonlari bilan birga o'zgacha go'zalligidan huzurlanilgan, suyindiganligimizni his qilatdik. Ko'p madaniyatlar uchrashgan, milliy fasllar suslashishga boshlagan bugungi davrda bo'lib shundoq yangi davr inqilobi yuz berayotgan oldingi sap bo'lgan Yevropadagi yerda yashayotgan kishilar o'zi tava bo'lgan millatni yotlarning ko'zda ko'ralaydi ekan. Buni silishtirish deyish mencha to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Balkim ko'rish doirasining kengayishi yoki ko'p manzillashishi deyish to'g'ri bo'lsa kerak. Oslo'dagi namoyish maydoniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimmi ishtirok qilgan edi. Boshqa barliq fidokor siyosatchilarga hurmat qilganimga o'xshashla, apandimga bo'lgan hurmatim cho'nqir edi. Erkinlik karvonining siyosiylashib ketishidan andisha qilsam-mu, ammo o'z ichimizdan chiqqan siyosatchilarning ishtirok qilishi meni hayajonlantirgan edi. Shu fursatda ular bilan uchrashish va ularni tushunish fursatimi menga ishkini ochgan edi. Ular orasidagi ziddiyatlar, raqobatlar va men tushunmaydigan, tushunishni xohlamaydigan turli munosabatlar meni tingirqatgan. Bu yo'lni Xitoyning bizga qilgan zulmiga qarshi turish bilan birga Uyg'urlar orasida shakllangan ko'zga ko'rinmaydigan fasllar orasida o'zimni qandoq saqlashning zarurligini his qildirgan edi. Keyincha Xitoydami bakrak Uyg'urlar orasida shu ko'zga ko'rinmaydigan fasllardan kelgan xavf va raqobat meni charchitgan. Rost gapni qilsam meni seskandirgan edi. Sen Dolqinning odami o'xshamamsan. Dolqin tarafga o'tib ketsang, chiroyingga qaramayman jumo, deb tahdid solgan edi hamma hurmat qildigan biri. Fransiyadagi yig'inga qatnashib birga namoyish qilibsizlar. Ajab udul kelib qopdi-ku. Sizlarning faoliyatinglar bilan u yig'in oldin deyishibdi-kansizlar-da. Yaxshi qilmading. Davoga kirmay bundoq o'yinlarni o'ynasanglar yaxshi bo'lmaydi, dedi yana biri menga Fransiyada Seyit apandimlar qilgan faoliyatga qatnashganligimdan xabar topganligini bildirib. Xolmurod, yaxshi ishlarni qilyapsiz, ammo taraf tutib qolgan o'xshaysiz. Yaqinda Robiya Qodirni qo'llagan mazmunda bir narsa yozibsiz. Bizning guruhdagilar sizni guruhdan chiqarishni qaror qildik, dedi menga shaxsan o'zi telefon berib, hamma hurmat qilgan bir akamiz. Uning o'z sohasida yaratgan natijalari va Uyg'urlarning o'qish qizg'inligi uchun bir ulga bo'lganligi sababli cho'nqur hurmat qilatdim. Meningmi o'qish ulgan bo'lgan bu kishidan bundoq bir ishni kutmagan edim. Xolmurod, hozir sizni hamma odam biladi. Yaxshi ishlarni qilyapsiz, ammo qilgan ishlaringiz
Populizm bo'lib qoldimi qandaq? Agar hozir bizda shundoq saylan bo'lsa, sizmi xeyli yuqori yerlarga saylanib chiqa olishingiz mumkin. Sizningcha bu bizga foydaliqmi yoki ziyonliqmi? Deb so'rgan edi. Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan vaqtimda Uyg'urlar uchun leksiya o'rinlashtirganda savol-javob bosqichida bir akamiz. Uni andishisini tushunatdim. Chunki Uyg'urlar xuddi 2-Dunyo urushi vaqtidagi yahudilarning Masihning kelishini saqlaganiga o'xshashla, Uyg'urlarning ichidan Uyg'urning bir lideri yoki yo'lboshchisi chiqishni, bu notuvon millatni xuddi ko'k bo'ra tog' o'nkirlaridan kangri yayloqqa boshlab chiqib, yovlarning qo'rshovidan qutqazganiga o'xshash qutqizishni orzu qiladi. Xalmuratning ta'siri borgan siri cho'nglayotidi. Uning ta'sirining cho'nglab ketishini oldini olishimiz lozim. Buning uchun taklif fikrlaringlar yoki plan loyihalaringlar bo'lsa, menga shaxsiy uchur qilib avatinglar. degan ovozliq uchurni menga biri yo'llab berdi. Bir chaqlarda o'g'inish ulgan bo'lgan shu kishining. Bu ovozdan hayron qoldim. Ammo uning andisini tushunatdim. Tushunmaydiganim ularning nima uchun menga o'xshash biridan andisha qilishi edi. Ularning andisi mening qilayotgan ishlarimning to'g'ri yoki xatolig emas, balki shu ishlarimning natijasi sifatida ularning shahona o'rniga yoki ular tanlagan kishilarning shahona o'rniga tahdid bo'lib qilishim ekanligi meni qaymoqtirmoqda edi. Mantiqsizlik. Men tushunolmadim. Ular nimishqa unda qiladi? Siz xato tushunib oldingizmi yo? Uyg'urlarga demagan lider kerak. Liderlik qiladigan bir sistemasi bo'lmasa, bürokratiyasi, iqtisodiy yoki askari bo'lmasa, u o'rin tanlashning nima foydasi bor? dedi menga maslahat beradigan bir sirdosh Uyg'urshunos do'stim. Men bir realist. Rostini desam, menga unda quruq tajlarning kerak yo'q. Hech qachon hech yerda Uyg'urga vakillik qilishni o'ylab boqmadim. O'zingiz bilasiz, men nagil borsam, men saylanib chiqqan bir vakil emas, yoki vakillik xarakterdagi organning a'zosi emas. Men faqat begunoh tutilgan Uyg'ur ota-onaning farzandi. Menga o'xshash millionlagan farzandlar yoki shundoq oila tavobatlar bor. Ishonaman, shularning hissiyoti va o'y-xiyollari balki menga o'xshab qilish mumkin deb so'zlayman. Hech kim menga millatning seni saylab avatganda, "Ondan kel" deb meni chiqarib atgani yo'q. dedim vakil yoki yo'lboshchi lider bo'lish xiyolimning yo'qligini qayta ifodalab. Shunga o'xshaydigan Uyg'urlarni tushunadigan kishilar bilan aloqalashib turatdim, muңdishib turatdim. Uyg'ur bo'lmagan bu kishilar Uyg'urlarni sirtdan qarab, bizning Uyg'ur bo'lgan, bizlar ko'rolmaydigan taraflarimizni aniq ko'ralaydi va uni udul ifodalaydi. Xitoyda uzun yil yashagan, meni xuddi o'zining bolasidek ko'radigan Teksaslik kishimi shularning biri edi. U Uyg'urlarning ko'zga chiliqmay turib, Uyg'ur uchun yoshirin yordamda bo'lgan kishilarning biri edi. Meni taraf tutmading deb bir guruhidan haydab chiqardi, dedim uningga hol aytib. U bir umr to'y qilmagan, bolalik bo'lmagan kishi edi. Uning qiziqarli hikoyalari bor edi. U o'zi doktor bo'lib, Amerikadagi cho'ng diniy jamoatlarning biri bo'lgan evangelikolarning o'rinlashtirishidagi bir guruhida ko'p davlatlarga din tarqatuvchi bo'lib borgan. Ko'p yerlarda doktorlik qilgan kishi edi. U Lanjuda turgan vaqtlarida uning bilan ko'p uchrashatdik. U mening bilan tortishishni yaxshi ko'radi. "Xolmurod, sen bakchi qiziqarli savollarni so'raysan", deb kulib ketadi. Uning deganlariga qarshi chiqib takkallashganligimni munozara deb tushunib, uning din to'g'riq so'zlashini yaxshi ko'rmaydim. Ammo uning bilan dunyo masalalari haqida ko'p munozirlashatdik. "Sizlar Yevropaliklar nega borsanglar boshda din tarqitib, andin askarlaringlarni avatib, shu yerni bisib oldikansizlar. Dinni ajoyib yaxshi qurol qilib ishlatilaydi ekansizlar. O'ylayman, sinimi CIA'ning avatgan josusimikin deyman, shundaqmi?" deb uni kuldiratdim. U bek qiziqchi edi. U menga qarab xuddi cho'chib ketgandek ikki yiniga qarab o'tib, andin bigiz barmoqini og'zining o'ttiriga ilib kelib, ingikidan burnining uchiga tik qilib, "Hush, boshqalar anglab qolmasin." "Ha ha ha" deb qaqoqlab kulib ketadi. "Seni din tarqatquchimikin desam, sen hech kimga din to'g'riliq so'zlamaydi ekansan, yoki kitobcha tarqatmaydi ekansan. Qandoq tarqitsan diningni?
Yoki senmi vaqt o'tkazishni tanlab kelib qoldingmi-ya? deb uning tishiga tegmoqchi bo'latdim. Tangrining ish qilishi sirliq, deb javob berib, bulib qaqoqlab kulib ketadi. Uning bilan ko'p kulishatdik. Eng og'ir kunlardami shundoq kulishib, chaqchaqlashishni unutmagan edik. Jazo lagerlari boshlanganda uning bilan uzun telefonlashgan. Opamdan andisha qilayotganligimni uningga aytgan edim. U mening ko'nglimni yasash uchun ko'p chaqchaqlarni qilgan. Hatto meni kuldiraligan edi. Keyin uning singlisi menga telefon berib, Xolmurod, o'tganda sen bilan telefonlashib bo'lgandan keyin u bir qancha kun o'zi bilan o'zi yig'lab duo qilib yurdi. Hozir doktorxonaga kirib qoldi. Sening bilan billa vaqtlarini eslab berdi. Otang opang bilan ko'rishgan chog'dagi ishlarni so'zlab berib yig'lab ketdi. Yeshi bir yerga berib qoldi. Ansirab qoldim. Bak nozik bo'lib ketibdi. Bo'lsa sen jiqroq telefon berib turg'in. Qarasam sening betingni jiq ichib qaraydi ekan, dedi. Yürügüm etişdi. Mening ota-onam uchun uning buncha azoblanganligini anglab, ko'zimga yosh keldi. Dini, madaniyati, tili va irqi faqatla o'xshamaydigan birining unchalik sof tuyg'uda mening oilamdan andisha qilganligini anglab ta'sirlangan edim. Keyin uning ota-onamning izlarigini qilish uchun o'z munosabat doirasida ko'p ishlarni qilganligini anglab, texmo bek ta'sirlandim. Yoshlar bir yerga to'plangan edik. Keyin mening orqamda ajoyib g'aroyib kuchlar bor ekan deb meni yo'qolgan sabablar bilan to'pdan chiqarib etdi, dedim uningga hol aytib. Yana bir to'pdan chiqarib tashlangandan keyin 2 haftagacha to'pda gap qilmaganlarni haydab chiqarmoqchi bo'lgan. Yig'in xotirasini topshirmabsan. Shuning bilan seni to'pdan chiqarishni qaror qildik, dedi qo'pollik qilib udul gap qilgan soqolliq Uyg'ur yigit. Men u ishlardan xabarsiz tursam, qandoq bilaman, dedim uningga bu ishning adil bo'lmaganligini aytib. Agar shunda qaror qilgan bo'lsanglar, buni menga xabar qilishinglar kerak edi. Menga hech kim xabar qilmadi. Xabar qilmay turibla unda qaror oldik desanglar qandoq bo'ladi? Boshqa sababi bo'lsa menga desanglar bo'ladi-ku, dedim uningga noroziligimni ifodalab. Chunki Amerikaga berishdan burun va Amerikadagi vaqtimda shu to'pdagi biri bilan uzoq mungdashgan edim. Ammo u menga undaq bir planning borligini demagan edi. Ularga nima ishlarni qilayotganligimni deyishim kerakligini aytgan edi. Ammo men qilayotgan ishga bevosita ishtirok qilinmagan kishilarga qilayotgan ishimni deyishim shu vaqtda xatarlik edi. Suriyadagi bolalarni qutqizish ishini Amerika va Isroiliyadagi ommaviy tashkilotlar bilan so'zlashyapman, desam to'g'ri bo'lardi. U ishlar bo'lmay turib boshqa yo'llarim bekor bo'ladi, deyolmaydim. Chunki bir ish bo'lmay turib u to'g'riliq boshqalarga tinishim u ishni taslashtiradi. Balam, sening orqangdagi ajoyib g'aroyib kuchlar mavjud emas. Ammo Uyg'urlar shundoq orqasida ajoyib g'aroyib kuchlar bo'lishini orzu qiladi. Ajab seni chatga qiqibdi-ku, deb yana kuldi. Telefonning o tarafida turib kimgidir biriga Xolmurod bilan so'zlashyapman deb pichirlab, kulgisini bir sekund uzib qo'yib, balkim singlisiga degan bo'lsa kerak. Uning yana qanchalik umr ko'ralishini bilmayman. Ammo ota-onam bilan bevosita aloqa qila olmaydigan mushu kunlarda uning bilan mungdisha olishim mening dadam rahmatlik bilan mungdishish xumorimni bostiratdi. Dadam rahmatlikmi shundoq mehribon, shundoq sof kishi edi. Qara, bog'dagi shaptul shundoq chiroyli mevilashga boshladi. Atiyazdilar g'o'rlarini ko'tarolmay qolgan shoxlarni sunkatmusin deb tira qo'ygan. Yanala shundoq jiq mevilabdi, deb menga sapliqqa uzib, so'qoq quduq suyida yuyib ilib kelgan shaptullarni bergan edi dadam rahmatlik. Ta'tilda borganimda. Nim qilsa jafo tortib, qo'yib versang bo'lmamdi, debdikanman qara. Bilakchilar obdan mevilab berdi. Rost debdikan mermaylam rahmatlik. Daraxtning yaxshi yomonligini mevliganda bilsan deb. Rahmatlikning hovlisida ajabmu katta bir tub jujam bor edi. Manglik kesib bikala qivitibdi. Oylam ket qolgandan keyin mermaylam jujamni qayintib murabba yasaydigan. U shummu kichik vaqtida nonga milab, oquzib turib toza yeydigan. Kesitibdi qara shu jujamni, deb urib qo'ygan edi onam rahmatlik. Ojisi Mangnaxon cho'ng onamni aslab.
To'lqin aka, faoliyatimizga ovoz qo'shganingizga bak rahmat, dedim. Oslodagi namoyish so'riniga yig'ilgan jamoat orasida. Jazo lagerlari mahbuslari qo'yib berilsin, degan viviskini tutib turgan o'ttira bo'y, budur chash kishiga qarab. Uning oqargan chochlaridan hozirgacha kelgan musofisida qo'ngan qirovlarni ko'rdim desam balkim ko'nrab qolgan adabiy o'xshatishni ishiltib qolgan bo'lishi mumkin. Әпәндімнің hikayelerini anlab, onun 80-ci yillardaki o'quvchilar harakati va shu yillari Uyg'ur maktablarının adil muomalaga uchirmaganligi haqidagi dokladini tayyorlash usuli bilan uni Abdunum rayonluq maarif nazoratiga topshirgandan keyin uchirgan adolatsizliklari haqidagi kechirmishlarni anglagandan keyin bu yo'l uzun yo'l ukam. Birdamlik chaqnagan cho'lponlarni bu yo'lda ko'p ko'rdik. Yaxshi ishlarni qilyapsan. Bu sapga yoshlar kerak. Yoshlar bu ishlarning kelgusi. Hormig'in, hormig'in, har xil qiyinchiliklarga yo'liqsan. Qo'limizdan keladigan yordamni sendan ayamaymiz. Harakatingni davomlashtir, g'ayrat qil, deb meni rag'batlantirdi Do'lqin apandim. Shundoq, davlatsiz Uyg'urning ishini qilishning badili ko'p edi. Bu kishining yosh vaqtlarida nimalarni beshidan kechirganligini anglab, ichim ichishgan. Millatning g'imini yegan shundoq kishilar badal to'layotganda, ko'pchilik Uyg'urlar qatorida sukutda turganlarning biri bo'lish supatim bilan ularning oldida xijillik his qilatdim. Robiya Qodir xonimning hikoyasini xonim Finlandiyaga ziyoratga kelgan vaqtida anglagan edim. Ularning hikoyasi xuddi kinolardekla. Bizdek oddiy insonlarning oddiy turmushida tasavvur qilishmu tas bo'lgan ishlar edi. Ularning to'lagan badallarini shu hikoyalardan anglaganda gohida ko'zimga yosh kelgan bo'lsa, gohida qiziqarli voqeliklarni zo'q-sho'q bilan so'zlab ketsa, tang kulib ketatdim. 2010-yili toki uningdan keyingi yili bo'lsa kerak, Robiya xonim, Do'lqin apandim, Siyit apandim, Mahmad apandimlar Finlandiyaga ziyoratga kelgan edi. U vaqtlarda men Finlandiyaga texi amdi yerlashishga boshlagan vaqtlar edi. Shu chaqlardımı Hovinke shahrida yashaytdim. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligining hayojini butun Uyg'urlar orasida do'lqinlayotgan vaqtlar bo'lg'achqa, menmu shu hayojonda Finlandiyadagi Uyg'ur jamoati yig'ilgan so'ringa borgan edim. U chaqda Finlandiyadan u so'ringa bormagan birmu Uyg'ur bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Turk restoranining cho'ng zaliliq odam bilan to'shqa edi. Ubul Qasım Hacim başçılığıdaki Finlandiya Sharqiy Turkiston jamiyatining qurg'anligini Robiya xonim o'zi jakarlagan, hamma chavaqchilib alqishlagan edi. Hammamiz hayajonlangan, hammamiz qandaqdir umidlarga kutishgan. Robiya xonimning Ajdirho bilan ilishgan ayol nomli kitobini qancha taldan ilishgan edik. Do'lqin apandimning va Siyit apandimning kishini hayajonga soldigan nutqlaridan menmu maydondagi boshqa Uyg'urlarga o'xshashla ruhlangan edim. Elsoy nomida yozgan she'rlarimning birini o'qib, ularning maqtishiga sazavarmi bo'lgan edim. Ammo shu hayajonlar qanoat bilan, qo'rqinish bilan, andisha va turmush tamasi bilan suslagandan keyin menmu boshqa Uyg'urlarga o'xshashla hayot halakchiligida ularni yolg'iz qoldirgan, sukutning orqaga mukishni tanlagan edim. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.